charchadi odam. Assalomu alaykum Ibrohim aka. Xormang aka. Aziz. Nima ishlar bilamansiz aka? Ukajon, pastdan shu xarakteringiz bor-da. Pastdan ishni beliga tepasiz ukajon. Ko'rmayapsizmi? Ish qilyapmiz. Ertaga mijozlar uchun sovg'alar tayyorlayapmiz. Juda ham chiroyli aksiyamiz boshlangan. Bu nima narsa aka? Bu ukajon ertaga bo'ladigan aksiyamizga, ya'ni sovg'ali xarid aksiyamiz boshlangan. 3 million so'm va undan yuqori xarid qilgan mijozlarimiz uchun shular atrofini aylantirgan holatda bitta sovg'ani egasi bo'lishlari mumkin. Bizda mijozlar uchun vaqt tanlamaydi uka. Xoh ertalabgacha bo'lsin, xoh yarim kechasi bo'lsin, aziz mijozlarimiz uchun qulayliklarni qilishda davom ettiraveramiz. Ya'ni ishonchda aksiya to'xtamaydi. Aziz mijozlar, siz o'z ko'rib turgan barcha mana shu sovg'alar sizlar uchun. Ertangi bo'layotgan sovg'ali xarid aksiyamizda qatnashib qolinglar. Ishonch savdo markazi ertalab soat 8:00 dan sizlar uchun ochiq eshigi. Kelinglar, xarid qilinglar. 3 million so'mdan yuqori savdo jarayonida bitta mana shu sovg'alarni olib ketishlaringiz mumkin. Siz aziz mijozlarni Ishonch savdo markazi kutib qolamiz. Ishonchga ishoning.